Assalomu alaykum ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari. Bugungi tayyor bo'layotgan ishlarimizda 1 metrga 1 metr katagimiz. Taglari ham setka holatda. To'g'ri tugunlar tushib ketishi. Tom qismi qoldi inshaalloh. Bu yoqda qo'y og'irlarimiz zakazga tayyor bo'layapti. 1 metrli, yarim metrli, 1,5 metrli, 2,5 metr, 3 metrli xudo xohlasa bular zakazga. Bu yoqda tayyor bo'lgan qo'ramiz ikkitalik 1,5 metrga bir o'qirib, cho'rni holati bitgan. Inshaalloh. Bu yoqda 3 talik qo'ramiz. Bu yoqda 1 metrga 1 metr katagimiz, kraskasini sepib qo'yganmiz, qurish jarayonlarida. Tayyor bo'lgan qo'ralarimiz bu yoqda. 3 talik qo'ramiz. Ishlari ham konteynerdagidan olgan, ikkilik qalinlikda. Bunga mana shunaqa xizmatlar keladi. Qarog'och ko'rasizlar, pastda telefon raqamlarimizda bor. Xudo xolasa O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish xizmatlari bor. Barchaga rahmat.